birinchi marotaba tarixda sobiq ittifoq chempionatlarida shohsupaga ko'tarilishi mumkin edi, salohiyatga ega edi, o'yin namoyish qilayotgandi va o'sha jamoa tarkibida 1976-yili yoshlar o'rtasida Yevropa chempioni bo'lgan SSSR termasini sardori Mixail An bor edi. Ketma-ket yaxshi formaga kirib, g'alaba ortidan g'alaba qozonadigan paytda yo'q bo'lib qoldi. Birdaniga yo'q bo'lib qoldi. Yo'q. 79-yil Paxtakor aviahalokatga uchradi. Yangidan jamoa qaytadan shakllantirildi-da, Toshkentdagi birinchi o'yinga Gruziyani yetakchi jamoasi Tbilisini Dinamosi keldi. Bir samolyot gul bilan keldi komanda. Charter reys bilan. Diktor tarkibi e'lon qilayotganda 6-familiyaga borganda o'lganlarni eslab birma-bir mana ularni sanab chiqayotganda o'zini tutolmay yig'lavordi. 50 ming odam yig'lagan. Erkaklar yig'lagan. O'yin boshlandi. Dinamo Tbilisi o'sha kuni Toshkentda 1-2 hisobida yutqazib ketdi. Dinamo Tbilisiga Toshkentdagi mag'lubiyatdagi ochkolar chempionlik uchun yetmadi-ki, lekin gruzinlar Paxtakorni yutmadi.